Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. O'quvchini telefon raqamini bilish uchun o'quvchini login parolidan kiriladi. Mana o'quvchini login parolidan kirildi. O'quvchini login paroli kirgandan keyin mana bu ism familiyasi turgan joyda qora uchburchakni bosamiz. Bu joydan sozlanmalarni bosamiz. Sozlamalarni bosganimizdan keyin mana bu joyda xavfsizlik chiqadi. Xavfsizlikda mana telefon raqami chiqadi. Agar mana shu telefon raqami haqiqatan o'quvchiga tegishli bo'lsa, mana shu telefon raqamni yozib olasizlar. Agar beta'nich yoki ishlamaydigan nomer bo'lsa, nomerni o'chirib tashlaymiz va o'rniga o'zini o'sha nomerini yozamiz. Nomer yozganimizdan keyin mana bu joyda saqlash chiqadi. Saqlashni bosamiz. Saqlashni bosganimizdan keyin yana telefon raqam kiritadigan joy chiqadi. O'sha yangi telefon raqamni kiritamiz va yangi telefon raqamiga SMS kod keladi. O'sha SMS kodni tasdiqlab qo'ysak, o'quvchining telefon raqami o'zgaradi va ushbu telefon raqamni o'quvchini jadval qilib yozib berasizlar. O'sha o'quvchiga tegishli bo'lgan telefon raqamni. Xuddi shu o'quvchining telefon raqamiga mana bunday SMS keladi. Bu joydagi SMS mana kalit so'zi qalam bo'ladi. Ushbu qalam so'zini o'chirib yubormaslik. Ushbu qalam so'zi orqali mening maktabim loyihasida har bir o'quvchi o'zi uchun ovoz beradi.